Yer qa'ridagi bebaho boyliklarni aniqlash, istiqbolli konlarni kashf etish hamda ulardan oqilona foydalanishda geologlarning o'rni beqiyosdir. Aynan ularning puxta ilmiy izlanishlari, sinchkov kuzatuvlari va fidokorona mehnati tufayli sanoat taraqqiyoti uchun mustahkam xomashyo zaxiralari yaratiladi. 2018-yil 26-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan 509-sonli qaroriga muvofiq yurtimizda har yili aprel oyining 1-yakshanbasi geologiya sohasi xodimlari kuni sifatida keng nishonlanadi. Sana munosabati bilan kuni kecha Olmaliq kon metallurgiya kombinatida korxona geologlari uchun bayram tadbiri tashkil etildi. Dastavval so'zga chiqqan kombinat boshqaruv raisi senator Abdulla Xursanov bugungi kunda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan geologiya sohasiga yuksak e'tibor qaratilayotgani natijasida OKMKda yangi va istiqbolli konlar aniqlanayotgani alohida ta'kidlandi. Xususan 2020-yildan buyon geologlar tomonidan Saricho'qqa mis porfir konida keng ko'lamli izlanishlar olib borilmoqda. Qo'shimcha geologik qidiruv ishlari natijasida mazkur kon faoliyati yana 20 yilga uzaytirish imkoniyati aniqlangan. Yiliga 200 ming tonnagacha xomashyoni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lgan Kovulda oltin saralash fabrikasining bunyod etilayotgani hamda 2022-yildan buyon Chotqol qurilma tizmasida Qamchiq dovoni yaqinida joylashgan Chaqmoqtosh konida oltin tarkibli rudalar zaxirasini aniqlash ishlari izchil davom etayotgani geologiya sohasiga qaratilayotgan e'tiborning amaliy ifodasi ekani alohida qayd etildi. Tadbir davomida 5 nafar geologlar O'zbekiston Respublikasi tog' kon sanoati va geologiya vazirining faxriy yorlig'i hamda 11 nafar ilg'or mutaxassislar OKMK faxriy yorliqlari bilan taqdirlanishdi. Shuningdek, eng yaxshi geologiya xizmati xodimlari kasb mahorati tanlovi g'oliblari 9 ta nominatsiya bo'yicha e'tirof etilib, rag'batlantirildi. Eng yaxshi yosh geolog deb, ya'ni birinchi o'rinni qo'lga kiritgan Qo'maqo'l kon boshqarmasi Abdunosir Abdug'afforov taqdirlandi. Bayram tadbiri Metallurg madaniyat saroyi ijodiy jamoalari tomonidan tayyorlangan konsert dasturi bilan davom etdi.